Kech tushdi. O'g'irlik uchun mo'ljallab qo'yilgan uy oldiga kelganimizda atrofda hech izoh ko'rinmasdi. Sezar sekin borib tekshirib keldi. Ichi juda ham mustahkam ekan. Xayolimga bir fikr kelib qoldi. Darhol uy yonidagi daraxtga tirmashdim. Xuddi qoplonlardek chaqqonlik bilan shoxlarga osilib tomga chiqdim. Sezar past ovozda big'illadi. "Hoy, esingni yedingmi? Tomda pishirib qo'yibdimi?" Qo'lim bilan jim bo'l va kut ishorasini qildim. Tomning kirish qopqog'ini salgina itargandim, ochilib ketdi. Sezar va Yosinga tepaga chiqishlarini imo etdim. Ular ham xuddi qurtlarga o'xshab tirmashib, daraxt shoxlari osha tomga chiqishdi. Uyga olib kiradigan qopqoq ham ortiqcha muammo tug'dirmadi. Qarabsizki, 2 daqiqada uyning ichidamiz. Ichkari qop-qorong'i edi. Ovoz chiqarmagan holda kerakli narsalarni qidira boshladik. Men koridorga qarama-qarshi xonaga yo'l oldim. Eshik qiya ochiq ekan. Boshimni suqib ichkariga razm soldim. Burchakdagi karavotda bir bola yotardi. Oyoq uchida asta kirib, stol ustida turgan noutbukni oldim. Tuzuk narsaga o'xshaydi. Yaxshigina pulga sotish mumkin. Atrofga alangladim. Qo'lga ilingulik biror narsa ko'rinmadi. Bu orada bolaga qaradim. Shiringina bo'lib pishillab uxlab yotardi. U quchoqlab yotgan baxmal o'yinchoqqa ko'zim tushdi. Negaligini bilmayman-u, ammo uni ham olishim kerak degan o'y keldi xayolimga. Sekin borib qo'llarini ochdim. Barmoqlari orasidagi qo'g'irchoqni oldim. Bola bezovta bo'lib g'ingshiy boshladi. Darrov stol ustida turgan yostiqchani qo'lga tutqazib qo'ydim. Quchoqlab yana uyqusida davom etdi. Koridorga chiqqanimda Sezar va Yosin qo'lga kiradigan nimaiki bo'lsa hammasini to'plashga ulgurishgandi. Ovoz chiqarmasdan asta eshik tomon yo'naldik. Kalit eshikda turgandi. Sekin ochib tashqariga chiqdik. Uyga kirganimizni hech kim sezmagandi. Sezarning shaldiroq aravasiga minib, eski dala hovliga bordik. Har talonchilikdan keyin albatta g'alabamizni nishonlardik. Kecha biz uchun endi boshlanayotgandi. Yosin 2 shisha aroq olib kelgan ekan. Ichdik, ichaverdik. Jag'imiz esa gapdan tinmasdi. "Menga qaranglar", dedi Sezar. "Bundan keyingi o'ljalarimiz oson makonlar bo'ladi." Yosin xuddi tajribali o'g'rilardek qo'shib qo'ydi. "Albatta o'rtoq, oz bo'lsin, ammo soz bo'lsin." Uning og'zidan bodi kirib, shodi chiqayotgandi. "Bu narsalarni qayerda sotamiz?" so'radi u. "Buni menga qo'yib beringlar", dedi Sezar g'oyat xotirjam tarzda. So'ng menga yuzlandi. "Dahan, qani to'rvalarni ol. Ko'raylikchi bugun nimalarni qo'lga kiritibmiz." "Men nima topgan bo'lsam, hammasini qopga otdim", dedi Yosin. O'rnimdan turib, uydan olib chiqqan narsalarimizni bir qo'r ko'zdan kechirdim. Uyali telefonlar, soat, sun'iy yo'ldosh qurilmasi, vaza, bir juft tilla bilaguzuk. "Juda soz. Bilaguzukning o'zi yo'q yetadi bizga. Menda esa bitta noutbuk bor", dedim. "Toza pul. Tavakkal ishlarga qo'l urishning keragi yo'q", ta'kidladi Sezar. "Dahan, bu yoqqa kel." Sezarning yoniga bordim. U qadahini bir ko'tarishda bitirib, qo'lini yelkamga tashladi va dedi: "Tepa mahalladagi bir villani ko'z ostimga olib qo'ydim." "Iye, axir bundan keyingi ishlar oson bo'ladi deganding-ku." "Xavotir olma, atrofida uy yo'q. Bir haftadan beri kuzatyapman. Juda ma'qul ko'rinyapti. Egasining sanoat shaharchasida 2 fabrikasi bor." "Kamerachi? Bu yo'q oson. Binoga elektr 2 simyog'ochdan boradi. Tunda simyog'ochning ko'zini ko'r qildikmi? Tamom." Miyam karaxt bo'lib qolgandi. Ikkilana boshladim. "Qo'rqyapman Sezar. Qo'lga tushib qolsak-chi? Bilasan, sudya bu safar bizni qaytib chiqmaydigan qilib tiqib yuboradi." "Qo'rqma, bugungidan ham oson bo'ladi va biz u villadan tilla to'la to'rvalar bilan chiqib kelamiz." Yosin beldagi to'pponchani chiqarib, toki o'qdan bo'shab qolguncha osmonga qarata o't uzdi. So'ng qadahga aroq to'ldirib, dala hovlining taxta eshigiga sochib yubordi. "Hoy, nima qilyapsan?" dedim uning bu ishini ko'rib. "Qorong'i bo'lib qoldi, sal atrofni yoritaylik." Sezar yerga dumalab kular va Yosinga dalda berardi. "Qani bo'la qol azamat, yorit bu yerni. Bo'la qolsang-chi." Yosin mastlikdan qo'llari qaltirab chaqmoqni yoqishga urinardi. Ammo u hadeganda yona qolmasdi. Bir necha marta urinib ko'rdi
va eshikka to'kilgan spirt birdan olov oldi. Dala hovli lovillab yonar, biz esa qo'shiq aytib raqsga tushardik. Bir necha daqiqadan keyin uy tamoman yonib kulga aylandi. Tezda mashinaga o'tirib u yerdan uzoqlashdik. Egasi kim? Xafa bo'ladimi, yo'qmi, o'ylab ham ko'rmadik.